Salom hammaga, sizlar bilan yana Asa Gaming. Bugungi videoda stand-up bilan Free Fire'da o'ynab ko'ramiz. Free Fire yoki stand-up o'yini yaxshiroqmi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Baribir PUBG Mobile eng zo'ri deb o'ylasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Unda sizlarni ko'p kuttirmasdan, qani ketdik. Birinchi bo'lib stand-up 2 dan boshlaymiz. Stand-up'da oldin o'ynaganman, bu akkaunt o'zimniki. Oldin o'ynaganligim uchun, hozir o'ynamayotganligim uchun uncha o'ynashlar ham sal esimdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Короче, ko'rayotganinglarda o'ynayman-da, men orujani, вообще naklinkalarni qaranglar, wow bo'ladi. Mayli, endi Yorovation Corporation qilamiz. O'tib qizishmaymiz. Bitta ham kill qilolmay chiqib ketsam, hozir tortdim deb, hozir o'rnatdim shuni. Krisa ko'rganim ham yo'q o'sani. Qaraylar, endi uraman mana qaraylar. Ding. Mana shu qiziqda masalan, endi 12 yegaman bu. Endi oson o'yin deb o'ylaysizlar. Lekin вообще udar qiyin o'yin bu ham вообще. Hop deb o'tasizlar, hop. Qizil o'qlarni qochishlaring kerak emas joyda. Hop. Sizlarni qisib boradi, lekin sizlar aldaysizlar va yutasizlar. Tamam, bo'pti, o'yinga qaytamiz. Shi o'ynayolmayman. Misol uchun-da mana. Lekin o'yinimiz avjida ketyapti. Endi mana shunda comeback qilaman qara. To'xtanglar. Endi mana. Mana qarang. Maqaka kallangni uraysan. Hay, o'ldim. Aytdim-ku, Krisa. Mana endi urmasam stand-upda udalib qo'yaman. Men nima dedim? Uraman desam uraman dedim. O'sha ham uraman. Urmay qo'yinglar. Rahim shafqat qildim. Nima bular? Aytib chiqsin, info berib chiqsin. Qattan otdi endi bu. Krisa-da bular. Mayli. Lekin stand-up ham multfilm bo'lib qopti, o'rinmagadir. Archa bayram qilib tashlabdi hamma joyda. Oldin o'zini zonalari ham bor ekan, lekin bu zona yoqmadi. Endi random tushirib beradi-yu bu zonalarda. Kunta o'lmay qolganini qarada endi. Sizlar aytmoqchi, avjolarni ko'rganmisizlar? Hammasini ko'rsataymi? Hozir chiqaydi. Hozir trenajyorni joyi bor edi o'sha. Trening bor ekan. O'sha yerda edi-da, to'g'rimi? Bir ikkita zo'r arjalarim bor. Endi shu o'yin bahona bir ko'rsatib ketay dedim-da. Xo'sh, mana birinchi arjam mana bu nima edi? M16 Ator edi PUBG Mobile'da. Endi bu yerdagi nomini bilmayman-ku. Bu ham Atushi cho'tka arjar ekan. Atushi. Skilllarni qaraydi. AWP ga ham bor edi. $900. Xo'sh, yana AKM ga ham bor edi. AKM ga naklinkadan turishini. Xo'sh, pistoletlardan Deagle ga bor. Hammasini ko'rsatib chiqsam, menga eng yoqadigan o'sha mana shu deb bittasi. Deagle bilan mana shu. Bu bir botlar o'sha. Xo'sh, bunga ham bor. Bunga ham bor. Bu space naslarniki zo'rda. Bunga ham bor. Bunga ham olib qo'yganman. Mana nimasi zo'rda, brilogi. Xo'sh,
PUBG Mobile'da ham bor, nomini bilmayman, mana shu Arjan lekin. Ko'p arjunlarga skin bor, ya'ni ko'p emas, hammasiga bor. Oddiyroq bo'lsa ham bir ikkitalari. Ko'pi normal skinlari bor lekin. Shuni choq davay trenirovka qilib ko'ramiz. Bunda emas, M16 olaylik. Bosamiz. Ketdi. Pichoqga ham skin bor deytmoqchi. Choq. Hop. Birinchi trenirovka qilmabman deb o'ynashdan oldin. Vaqti gap qoldi. Deagle otsa bo'ladimi? Deagle'da ham zo'r o'ynayman, qaraylar. Paq. Ketdi, editya savolasi. Bang. Hazırlaştım. Bak. Qalay, zo'rmi? Короче, de. Hop. Короче. Nima qilamiz? Free Fire'ga o'tib ko'ramizmi? Albatta standoff yo'qsa, kommentariyaga menga standoff yoqadi deb yozib ketish esdan chiqmasin. Unda biz Free Fire o'yiniga ketdik. Endi esa Free Fire o'yinini o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, birinchi Free Fire'ni skajat qo'yaylik. Free Fire deb yoziladi. Xo'sh. Короче, o'tgandan keyin videoni davom ettiramiz. Xo'sh, kirdim, mana bunaqa narsa chiqdi. Qaysi birini tanlaymiz endi? O'rtadaginimi? Davay o'rtadagini tanlaymiz. Xo'sh. Bir balo keraksiz yozuvlar. PUBG Free Fire o'ynashni o'rgatyapti. O, bizga PUBG'da ham shunaqa bo'lardi. Birinchi kirgan payti. Wow. Nimaga o'lishi boshqacha bo'lardi? Boraylikchi. O'tib ketibman. Снайперка? Смелый выбор. Qaysi biri? Birinchisi qulay, ikkinchisi qulay bizga. Используй навык вот, чтобы выявить врагов за укрытием. Nima bu? Odam borligini ko'rsatadimi? Cheaterlarga o'xshab. Tegnab ko'rsin bu. Bu PUBG Mobile'da ham shunaqa devor bo'lardi. WoW zonadamidi? Shunaqa WoW zonada bo'lardi menimcha. Yoki nima Metro Royalmi? Metroda ham bo'larmidi? Все товарищи по Bilmadim, o'ynab ko'rmaganman lekin Metro. Теперь задай им жар. Mana shuni devor qo'yib chiqamiz. Hop. Yo'g'an bitta qo'yili, bitta qopti. Но осторожно. Etmoqchi granatam bor-ku, granat otsam. Bular o'rab olgan ekan devor bilan. Ichiga otsam, paqat o'ladi o'samas. Nechta o'ldi? Bitta o'ldi. O'lmadimi yoki? Shusidan. O'tmadi o'qi. Granata. Mobile'da o'tardi lekin. O'zim oldim. Но осторожно. O. Tugadimi? Hech buni tugash qiyin bo'ldi. Bitta bo'lmasa katta zonasiga kirib videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana kirib oldim mana. Bunda ham samolyoti yonar ekan. Xatga tushamiz. Mana shu eng ko'p odam bor joyga tushamiz davay.
yorib taylayman hammasini. Endi o'yinni boshida baribir botlar tushsa kerak. O'ldirib ketsa-da. Tushmasinlar. Xo'sh, bor deyapti, qani? Antgan bor deyapti. Odam yugurib ketyapti. To'xta. Nima o'lmayapti? Uzoqdan urib qo'ydim. Bespritsiya. O'libdi. Xo'sh. Endi qayoqqa boraylik endi? Otyapti. Qizil chiqdi. U kallasida urib qani. Qandan o'tyapti? Ichkarida million odam bor ekan. To'xta. Ana tashqarida ham bor ekan. Uncha ko'p odam odamlar, botlar. Xo'sh, aptechka urib olay. Nimaga aptechka urilmayapti? Aytmoqchi, turib, yurib urib bo'lmas ekan. Nima o'lmayapti? Devor rasmi chiqdi. Aptechka uramiz, ketamiz. O'lmay qo'yganini qara. O'ldi. Qayerga qochib ketdi endi? Qara. Fantastika qilaman. Hop. Ana. Qani, qattan otyapti. Jonim ketmadi lekin. Sariq narsa nima u? Dropmi? Drop. Nima deydi? Himoya qilinadimi? Himoya qilinar ekan drop. Qoyilay. Bitta berdi menga qo'limga. Bitta bilan endi nima qilaman? Uramanmi? Bunda giroskop yo'qmi ekan? Giroskop, grafika. Qisi tegmay turadi shunga. Tegmay turay, tinchgina. O'yinni ham o'qiga tiqib bormay yana. Xo'sh. Orqamdan zona kelyapti ekan. Xo'sh. Protivogaz nima u? Bu yugurib jon ursam bo'lar ekan. Devor qo'yadigan bor ekan. Devor qo'yib ko'rsak nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmadi. Короче. Ketdi. O'lib ketmaylik. Nimada ko'rsatyapti? Zona ekan. Xo'sh. Hop. Sakra bo'lmas ekan. Qani endi? 11 kishi qoldimi? 11 kishini o'ldiribman. Bir kishi qolibdi. Kim qoldi endi? Bitta tugadimi o'yin? Lekin atak glazogi bor ekan. Ana otyapti yana. Bitta bilan urib beraymi shuni? Hozir borib solaman. Ma. To'xta.
Giroskop yo'qligi sal qiyin bo'lyapti-da. Standoffda ham giroskop bor edi. Qaranglar, zo'r narsa qilaman. Qaranglar, yo'lni to'samiz. Ay. Hozir meni otib o'ldiribdi shu bola. Uraman deganimgacha. Qamaymiz. Bo'lmadi. Korotchi de. Tugadi. Yutdik. Finish. Tugadimi o'yin? Bonuslar nimadirlar berdi endi. O 2 bo'ppa. Nimadir ochildi. Nima u? Partnyormi nima? Yoki avatarkami? Korotchi de. Orqasi qimirlar ekan. Buni o'yinda ham yoqsa bo'ladimi? Mayli. Korotchi do'stlar, videoni shu joyda tugatamiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki biz yaqinda PUBG Mobile'da arena turnir qilyapmiz. Agarda to'liq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimning podpisaniyasiga kirib, barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.